Endi create bo'limida yana bitta bo'lim bor. Xo'p, buning ichida chiziqlar, ya'ni 2D chiziqlar bor. Bu qanday ishlaydi? Mana bunga bosamiz, geometri emas, mana bunga bosamiz. Splines. Splines bo'limiga o'tib, buning ichida mana xuddi AutoCAD singari mana liniya bor. Ko'rdingizmi? Liniya bor. Xo'p. Aylana bor mana. Bu endi 2D chizmalar. Arka bor. Bosib turamiz. Shular orqali ham biz demak ishlaymiz ekan. Elips bor. Va tekst ham bor mana. Hop, tekstlarni ham mana boshqarsanglar bo'ladi. Hop, yulduz. Mana bunday spiralsimon va shaklimiz ham bor ekan. Buni ham boshqarsak bo'laveradi. Demak, bu barchasi 2D chizmalar. Bularga shakl berish uchun biz qo'shimcha modifikator berishimiz kerak. Bularni ham ichidan mana modify orqali bemalol xo'p parametrlarni sozlashimiz mumkin ekan. Endi bularga qalinlik berish uchun qo'shimcha modify listdan extrude degan modifikatorni tashlaymiz mana. Ko'rdinglar? Bularni ham o'z aslida o'stirsa bo'ladi. Bunga ham beramiz extrude. Ko'rdinglar? Va mana bunga ham beramiz. Extrude. Va hattoki mana tekstga ham bersak bo'ladi. Ko'rdinglar bo'rtma harflar. Yoki yulduzga. Mana shu shaklda demak, bularni chiziqlarni ham boshqarsak bo'lar ekan. Bu yerda demak barcha 2D chizmalarimiz bor ekan, ya'ni liniyalar. Bularni ham shu orqali qo'shimcha modifikator berish orqali o'stirib olsak bo'lar ekan.